Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan diplomli vrach-chirurg kontrol, xirurg vrach ultrasoniy diagnostika Ikkinchi Yo'ldoshev. Biz bugun yana operatsiya navbatdagi kecha ikkita mikroteza, denervatsiya qildik, ya'ni bepushtlikdagi azospermiya va bugun esa peninni implantlar qo'yamiz, faloprotezirованный половой-членный, jinsiy zaiflikda, erektilniy disfunksiyadagi eng og'ir diagnozni mana shunday qilib davolanadi. Ya'ni jinsiy holatda hech narsaga reaksiya bermasa, na dorilarga, na boshqa narsalarga biz mana shunday qilib buni davolaymiz. Va bugun biz bemorda supermen qilamiz. Oldin bemorda 3 yil davomida hech narsa turmagan jinsiy holat, bugundan boshlab xudo xolasa mana buni qo'yamizda, bir oydan keyin bemorda xohlagan vaqtda jinsiy holat turadi. Xohlagan vaqtda jinsiy aloqa qiladi va jinsiy aloqa qilgan vaqtda sezgirlik va o'sha oldingidagi sezgirlik, sperma chiqishligi, siydik, peshob chiqishligi qanday bo'lgan bo'lsa o'shanday bo'ladi. Va biz bugun mana shu implantlarni qo'yib bemorda supermen qilamiz. Supermen deyishgan bo'lsalaring kerak. Mana kompaniya Pramidon, bu argentinskiy kompaniya. Mana shunaqa implantlar. Bu одна komponentli implant, bitta komponentli implant. Va mana shu implantlarni bugun biz bemorga jinsiy holatga o'rnatamiz. Bemalol jinsiy aloqa mana shu implantlar bilan qiladi. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Hurmatli obunachilar, savollaringiz bo'lsa qo'yishlaring mumkin va o'qib albatta javob beramiz. Biz esa operatsiyaga ketdik. Mana biz hozir kesib razmerini qo'yapmiz. Implantni mana shunchasi qoldi. Bu implant juda qattiq implant, bemorga katta implant bo'ldi, mana ko'ryapsizlar. Shu implantni hozir qo'yamiz. Hurmatli obunachilar, biz mana operatsiyani o'z nihoyasiga yetkazdik. Bu yerda faloprotezirованный bo'ldi. Ya'ni jinsiy holat endi shu bilan bemalol jinsiy aloqa qila oladi, siydik tusha oladi. Mana operatsiyamizga 1 soat 15 minut davom etdi. Hozir oxirgi tikishlar qolgan. Mana shu 1 soat 20 minutda biz qilamiz. Endi gap bitta operatsiyani skorosti emas. Va mana shunday qilib faloprotezirованный operatsiyasi qilindi va bemor supermen bo'ldi. Endi bemalol jinsiy aloqa qilishligi mumkin. Buning uchun bu yerda bitta bizni hissamiz emas, bizning komanda sanitarkadan boshlab to xirurglargacha va anesteziolog. Спасибо вам большое за работу, за совместное. И будем продолжать дальше помогать людям вот в таких тяжелых ситуациях. Rahmat. Sizlarda muammolaring bo'lsa, bizga murojaat qilishlaring mumkin. Kommentariyada shunaqa savollar bo'lsa yozib qo'ying, o'qib albatta javob beraman.